Xo'sh. Biz bunda qildik. Darsdagi bilan biza o'xshamaydigaroq strategiyani qildik. Postmanda bak jiq narsalarning bo'lib ketmasligini oldlash uchun. Biz boshda misol bir tal nima yechib, collectiondan birini qurib, misol sizning ayada hozir category control deydi, customer controller deydi. O'shalarning hammasi bir tal collection qo'yamadi. Siz 4 tal collection quryapsiz. Biz qanaqa qildik desangiz, endi sizniki mushpet turyapsiz bo'laverdi. Biz qanaqa qildik desangiz, misol siz hozir rekord qilyapti. Biz qanaqa qildik desangiz, degan, sizdeki ya'ni plusni bosasiz deymi, SPK? Men nima? No, to'g'ri, create new nimbulka. 3 tal chekni bersa. Atrapdagi 10 taraf. 3 tal cheki? 10 tarafdagi 3 tal chekni. Menmi? Shu blank collection qilib ism qo'ysa bo'ldi. To'g'ri rosa blank collection, bir tal collectionning ichiga biz rosa folderdan 4 ni qurdik, to'g'ri. Bir tal collectionning ichiga folderdan 4 ni. Bir patman. Hozir manandan birini ichib, men misol Magento projectdan misol nega? API'dan Magento project desangiz bo'ladi. Yani ma'qul usullar ham demak jiq project o'qib qolsa, olishib ketmaslikni oldidan oldi degan gapda. Manada so'rablam kirsam bo'ladimi? Ya u collection so'rab eklesangiz avtomatik holda folder olib ketadi. So'rab baqsangiz-chi. Bo'lmaydi. Chunki u degan bir collection bo'lgan ekan shu an. Aytsak. Biz hamda qarang, bo'ldi unda qilamiz. Magento projectning o'ziga shu 3 tal chekni bersan. Miyaga add folder qilaman. Add folder. Miyaga hamda siz shu misol category controller shu ismni. Mani kopyalab shu deyman u. Tipik informatika. Informatika deyman. Informatik tiplar shunaqa qilgan. Ayaga 3 tal chekdan qo'ying. Add folder de. Ondan kim mau? Abdi malani jüvesden bulduğunda. Maylaşdan jüvesden. Abdi. Ben de biraz kış var diye kulay. Endi demek qarang, ma'ning hozir ham farqi nima desangiz bayatdan qilsan. Hozir ma'nda faqat bir tal ham collection bor. Ani yapasangiz, ya'ni digital projectga har bir tal collection quraverasiz. Lekin ixcham bo'ldi-da ma'nda, to'g'rimi? To'g'ri. Boshqa project qilib qolsam bundan olishib ketmaydi. To'g'ri. Shuna bir ortiqchilik bormi? Endi keldik. Bizning qiladiganimiz ba'zida bakil qiling bakam, misol siz Swagger document aytsan. Qarang, birinchisini qilmang. Birinchisini hozircha men nimada qilmaylik. Men video rekord qilganini qilmang. Ya men bu category controlni qilmang, yepting uni. Mani qilmayman, mani qilmay. Ya to'xtang, uni qilmaysiz. Chunki uni bak va 3-chisini qiling. Mani. Chunki bizning mani qilishimizning sababi qarang. Menda ham get, ham post, ham put, hammasi bor. Delete yo'q-ku, tamom hech qaysi yo'q delete. Lekin shu misol get, post, put deganning hammasi bor. Shunga biz shu amalning bir jiqroq funksiyasi borsini qilmoqchi ham bak yo'qni sinamoqchidan. O bakasini sinab xatolik chiqarib qilganing foyda yo'q hozir. Shunga birinchi qadamda bizning sinaydigimiz post. Xo'sh, ammo misol siz postni qiling, andan keyin pastga tushing. Try it out degani bersan, o'ng tarafdagi
Ne pastga qiling. Ha, execute'ni bosing. Execute. Pastda. Nerede? Pastda. Pastda. Ha tamam. Qarang. To'xtang. Bu yerda dal sizdan hozir username va password so'rayapti, tushunarmi? Mushu bosqichning hammasi men sizga nima ish qilmayman qilg'izim desangiz, siz bir API'dan bir request avatish uchun birinchi bo'lib siz o API'ninki nimasi ehtiyojingiz bor? Masalan, Username. siz avun o'shani aytchang. Bir şeydim bağı deymi? To'xtang. Birinchi bo'lib siz qarang, API'ninki qarang, past turdi-ku, base URL deb turdi-ku. Tanlab turdi. Ash base URL birinchi bo'lib ehtiyojingiz bor sizniki. Demak, ashni kopya qiling birinchi qadamda. Şu mani o'znima Ashni URL. kopya qiling. Endi postman aytchang. Postman aytib, shu Magento project turib ham. Okay. Variables kiring. Variables nerede? Ustida. Sapasda. Asha. Qarang. Bunda qilishga sabab nima desangiz, biz nimishqa Magento project qilamiz. Nimishqa asli category control qilmaymiz yoki bo'lmasa uning ichiga bir tal add request qilib requestning ichiga yarat qilmaymiz desangiz, bizning bu yerda hamma narsaniki eng chong bo'visi shu Magento project degan narsaning o'zi shu. Ya'ni shu collection hamma narsaning bo'visi shu. Buning aslida anikin ularningki avlodlari bor. Demak, avlodlari ular bo'visidan inherit qildi, ya'ni tushunasizmi? Okay. Miros oldi. Miros olgandan keyin shuni biz bu yerga variable deysiz, anikin authentication qilgan narsalarni shu bo'visi bilan birlashsak, aslikilarga bir ishning hojati qolmaydi. Tushunasizmi? Shunga siz ham deyman variable yani asti qilam chekib birni. Bunga bir tal narsangiz misol URL deb yozamsiz ya Magento. Biz misol Magento URL deb yozsangiz bo'ldi. Amal ba o'ttir sizni ishlatmang, ostiga ishlatang yozganda. Tamam. Hech qanaqa xato chiqmaydi albatta bu yerdan, lekin ham bizning programming language'da o'ttir sizni ishlatmaymiz-ku shunga. Bayatdan chaplam yerga. Keyingisiga chaplam, current value ga. Bo'ldi. Yegim keldi o. Chaplandi ya. Endi manis endi authentication ni aytjam. Nimni? Ma'lumi? Ben sizga bayatdan Chrome'da bir mashg'ul qildik siz aytjang Chrome'ni. Wow. Ma'noda bizga ma'no execute qilganda men yerda so'rdi, misol kullanıcı adı, shifra deb so'rabdi. Ya'ni demak, har qanday vaqtda siz API ga nima qilish uchun, demak, beshida bir API ningki URL'siga ehtiyojingiz bor. Uningki username bilan passwordga ehtiyojingiz bor. Demak, biz mush narsalarni o'ylashimiz kerak, ya'ni bu narsa unutib qilib qo'ysa, xato chiqsa, nima ish xato chiqqan deb qilib o'tirmasligimiz kerak, ya'ni. Tushunasizmi? Shuni siz ham da confluence aytjang. Username la bor. Username. Miyama. Ya, hemen kopya qilmaysiz. Asha shu. Username ni o'zim kopya qilaman. Kopya qilaman. Ayak chaplam. Postman chaplam. Mani no out yani besip. Basic qilam. Yaşlan yazganlarda. Okay, password qo'yam da passwordni. Okay. Miyada hamda üstteki safe'ni cho'qim besib o'tsangiz kerak. Hamda siz mani nimani aytgan Chrome'ni. Chrome'mi? Bayatdan qilgan. Ya'ni Chrome'da bir sinab qilib bo'lganlikni nima qilaydi? Shifr qilib chaplang bayatdan qilgan. Pastga qurg'a. Shifr qilsa. Ustiga username chaplang. Yani nima ish bo'lganligini. Ko'ramiz aka. Biza pastga tushgan. Pastga. Mana bu yer. Qarang. Qarang request URL deydi. No. Aşağıdaki qarang request URL deydi. URL ni o'qibdi. Bu request URL deganni tushunamsiz? Misol qarang.
/customer group degan narsa biza ustiga chiqsangiz aşağı o'zi biza ustida biza ustiga chiqqan davomli ustiga chiqqan o'sha qarang postning keyinda post Postning keyindagi ha muasilish customer ash group narsa shu qarang endi bayatdan kelgan yana qaytadan mushu slashning oldidagi narsa nima bayatdan siz copy qilib olgan narsa shu base URL degan narsa tushundingizmi demak biz normalda bir request yaratganda demak base URL anoniki uning keyiniga API niki request niki nimasini yozamiz hisobda point ni yozganlar shundan keyin bir narsa buldu hisobda andan keyin misol qarasangiz mana response body deb pastda bir narsaga qarang to'g'rimi response header deydi andan keyin pastda xil narsalar bor ekan masalan OK deganida qarasangiz 200 deb turdi ya'ni 200 ha hem yerden kod 200 misol created tool'ga 201 deydi xil tushundingiz ma'lum bir narsalarni his qilyapsiz hozir tamam shunday narsalar bor demak o'sha kodlarni biz tushuna olishimiz kerak tenga endi siz nimani postman aytganimda bayatli bosqichlarni hammani qilib bo'ldik endi demak hozir biz hammani shu Magento project degan ma'noning ichida qildik demak variable variable ma'ni qo'shdik miyaga ma'ni qildik to'g'ri endi siz shu 3 customer group control ichiga aşağıya add request qiling okay bu requestga siz get deganni post qiling birinchisini okay bu nimani olsangiz swagger dokumentni ma URL'ni qo'shib olish mamnun ya sal ustiga chiqqan boshda biz post kiraylik post biz hozir postmi nerede postda post ekanmiz okay misol bundan hamda misol add customer group degan ism qo'yishimiz kerak birinchi qadamda ikkinchi qadam siz boshda qarangchi nima qiling add customer group deb ismni qo'ying nimaga add customer group deb nega ism request'mi postmandagi requestga to'g'ri Ancak 5'i get'nin format ne oldu bunu? To'g'ri aşağı qilamiz men hozir shu o'ylab turgandim rahmat okay andan keyin qarang bunday qilamiz customer group hozir Ahmadjon deganda customer group controlga yana bir tal nima qiling yana bir tal requestni quring andan keyin siz bunga ism qo'ying get all customer group deb qo'ysangiz bo'ldi ismni ayadın bo'ldi tamam get all customer group get qo'shib qo'ymang good endi siz swagger dokumentga kirib endi mana bu get all customer groupsniki aqran customer group ismi customer group copy qilsangiz bo'lgan ma'nolamda copy qiling okay endi siz cho'qirang ayaga to'xtab turing u yoqqa chopmaysiz yo'q ma esgan bir qilib tikishim qavatday mayli endi-chi okay endi qarang siz getning keyindagi enter URL degan yo'q aşağıya qarang curly brace var cho'ng eng cho'ng tirnoq matematik so'qchoq emas lekin shuni yana bir Magento URL degan talang Magento okay shundan keyiniga endi bayatdan chaplang endi control V okay nima qilamiz okay mana save qiling save baş save qilib chiqing okay mushun ichidan xalqan birisini ham ko'chirib olgan ma pesh bilan tan qo'shibmi yoki bundoq pesh ko'chamas okay bo'ldi ashna ko'chirasizlar bo'ldi okay endi birinchi add customer group degani bersam mush get deb turdi men save qilmabsiz qarang save qilmasiz get deb turibdi mani birinchisini save qilmadim
Endi qarang, siz hozir faqat body'ni qildingiz. Body'ning ichiga chaplang. Body'ni bessang, anqa row deganni bossasiz. Anqa textni, textni JSON o'zgartisiz. Ya'ni biz qarang, bunda gap nimishqa bunda qildik desangiz, biz hozir nimishqa bu body ishlatamiz, nimishqa bu post desangiz, post degan bir narsani create qilgan ishlatilgan buyruq. Endi body nima? Biz bir narsani qurish uchun uningki ichidagi mazmun lozim-ku bizga shunami? Bundaroq bir narsani buni qurib deyishimiz kerak. Shu sababdan body'ga kiramiz. Ananiki JSON. Bizning bayatınqı imkoniyatimiz format JSON formati asos kopya qilgan. JSON formatda. Shu sababdan JSON tanladik. Row'ni besib turib. Ammo chaplasangiz yoshda. Row degan nima gapdi? Nima bu ma'nosi bu? Ham Row'imiz qurildi. Uyg'urcha ma'nosi Qur degan gap bu? Ha? Uyg'urcha Boshqa ma'nosi ham degan gap hech qanday narsa qaytilmagan. Row degani qo'ramdi. Ma row. Ham. Okay. Rahmat. Ba kopya bayatınqa chaplamı ega. Ana ID'ni o'chirting. Ikkinchi qurni to'liq o'chirting. Ikkinchi qurni? Ha, ikki degan qurni. Ha, shu. To'liq o'chir. Okay. Çünkü o'chirishimizning sababini nima chiqadi desangiz, qarang. Biz qurmoqchi bo'lgan narsaning ID'sini biz deb olmaymiz. Sistem o'zi create qilish kerak uni. Tushunasizmi? Shu sababdan. Endi misol bu string degan xatning o'rniga bir narsa yozib qo'ying misol. Nima? Shunun ichiga bir narsa, misol uyingizning adresini yozib qo'ysangiz bo'ldi. Nima bosmayli? Uyning nima bosmayli? Misol Safako'da biz qo'yamiz degandek-ku bir narsa. Anqara turgan bo'lgandan Anqarada biz. Anqarada, okey, tamam. Endi qarang, siz endi demak birinchi qadamda siz hozir body'ni bir tal qurib oldingiz. Endi ustiga URL yozishimiz kerak. URL'ga bayatı qilib yozing. Qanday qilsang? Men biz bo'lsam bo'ladimi? Lekin bu o'zgarish kerak. Otam postni shu customer group deyman. Hech qanday mav Magentoni bir o'xshashlam. O meniki nimam chiqdi ekan. Ha, nima qilib qo'ygan? Nimani? Swaggerni ichib boqaymi? Post degan qaraymiz bu. O'xshashga. Okay. Save qilib. Save qilsiz cho'qima. Endi men basam. Sen qilib qo'ygan. Qarang. ID'si 160 qo'ygan. Bir tal narsani qurdi. Qurdi. Ha, buningki ichki mazmun Anqara bo'ldi. Endi hozir bizning maqsadimiz nima desangiz? Ikkinchisida get all bo'ldi. Normalda endi misol men sizga sataqqa nima yamanlik odatdagi bir usulni bir ko'rsatay, undan keyin o'zgartiraylik yaxshisi. Customer group controlga yana bir tal request qo'yganman. Miyada siz get yakomsa ilk bo'ldi, tamam. Copy paste qilamdim yoki get customer group by ID deb yozing. Yani ID yazsam bir tal customer groupni get qilmaydigan. Okay, enter bosib. Keyin ustiga nima qilsangiz, URLni yozsangiz. Bu yana o'xshashmi yoki qarab boqaymi? Bir qarating, Swagger dokument. Hammasini o'xshash qo'yayman bu. O'xshashlarmi? Endi getni yozyapamdi. Ha. Qarang, faqat shu ID'sini keyin yozib qo'yganmiz. Tamam, men pastga tushirsangiz. Qarang, bayatinqi bu postninkini aytang, postning bitini. Manmi? Qarang, postninkida ID'si qancha bizning qurg'inimizning? 162. Okay. Endi siz getning 3-getni aytang, by ID degani. Okay. Bir ID yazınız ne? Uçurtun, ID'ni uçurtun. To'liq. Sizlarning keyin ma'ni chaplaysiz. Okay. Amma ma'ni save qilib boshda. Men post qilamdim. No, get. Getma, getni diye. Tamam. Chunki qarang,
get qilish sabab nima? Uchurga erishish. Erishish uchun qilamiz da. Biz faqat bir narsani bilamiz, ID numerini bilamiz. Shundan so'ng shu ID'sini ko'rsatib, shu ID'dagi shu uchurni erishish bizning maqsadimiz faqatla. Tushundim. Hamda siz meni center request qiling hozir boshda. Qarang, ko'rindi yana. Chiqdi Anqara. Okay. Tushundim. Qarang endi men sizga bir narsa diqqat qiling. Hozir shu Anqara degan xatning o'ng taraf ustiga qarasangiz 200 OK deb xat bor. Sal ustiga. Sal bizlar ustidagi kod. O'ng taraf. Mana. Mavu 200 OK, mavu. Uni qarangız olsun. O başqalardan qarangız olsun. 200 lardan hamda muhim shu. 200 dan kod. Hatta internet so'rash mumkin nima u deb. Aniki siz postingizga kirib qo'ying. Qarang, buni nima 200? Tushundingizmi? Okay. Tushundim. Anig'im kirib qo'ying. Buni nima 200? Tamam. Endi siz endi yana bir tal requestni buni quring. Okay. Siz bunga endi update dang, misol update customer group demsiz. Oy, bor. Update berarti date, Customer group by ID. Çünkü biz onun da yanlama ID'si lazım oldu bizga. Okay. Yani get ne put koydum. Çünkü siz update emasmi bu? Okay. Enter qiling ya. No. Sen qilmaysiz. URL kirishingizga chuqur. Miyaga. Miyagimi qarang endi. Misol slash qiling. Slash qilib 162 dan chaping. Okay. Qarang. No, kim turing. Siz bayatınqi get by ID deganni aytang. Ashni bilsam. Mushni aslik bodyni ko'chiriling. Ma'lummi? Eng asliga nimaga bodyni chekiring. Yana abay qiling. Bunday yozaman. JSON qilsiz. Mushlarsan ismingizni chiqarib qo'ymoqchiman, chunki biz aytgan automate qilganda mush bas hammani yozimiz kod qilib. Kod yozimiz mushni muhim narsalar mushlar hammasi. Shu men sizga hozir eng ibtidoiy usuldan boshlab ko'rsatman hozir. Birdan keyin sal modulishni ma bosqichlarcha. Ya'ni ma bosqichlarni obdan qiyin qiling, zaningizga oling. Bak muhim. Maniki ikkinchi qurini to'liq o'chirdim. Qur ishkini yana. O'chirdim. Okay. Biz nima ish ko'chirtimiz desangiz qarang. U ikkinchi qurda bayatın bir ID var diye. Bizim o ID'ye ihtiyacımız yok. ID'ni biz üstüde yazımız çünkü. Şu sebepten. Hem de siz bayatın Ankara deb yazgan tanıdыңызmı? Siz bayatın create qilganda qarang. Ma Ankara'ni nerede qildingiz? Post necha? Miyada. Bilsam. Qarang, Mishad yazgan xatti bu aslida. Siz ham hozir putda yana bir qitim yozasiz bu yerga. Bilsam. Ankara'nın keyniga pashtimini qo'yib Turkiya deb yozib qo'ying. Tamam. Update bo'lish kerak yani. O'zgarish kerak bir narsa. Endi men save qilib send request qilaman. Okay. Qarang 204 deb chiqdi. Nimishqa? Yani o update qilganda chiqadigan narsa shu. To'g'ri chiqdi-da. Yani 200 mancha deb chiqsa hech qancha chataq yo'q yani. Chiqadi. Okay. Demak, endi qarang, biz hozir endi siz get customer by ID deganni get customer by ID. Pastda, ashni duplicate qiling. O'ng tarafdagi. Ma'lummi? Get customer by ID degani? O'ng tarafdagi 3 tal chekitni bessang. Duplicate qiling.
Mama. Mau. Duplicate tamam. Hem de copy deganlar ma pastki bay ID'nin aslına düşüp serip. Ma Sol copy taraftan, diyen. sol taraftan. Ha, aşağı. Aha. Serip mana astığa. Ha, bo'ldi. Aşağı qo'yasınız bo'ldi. Okay. Endi siz endi qarang. Misal, endi hozir endi mushuni bir rang mani center request qilib qo'ying. Siz bayatın update qildingiz. Shu sababdan qarang hozir endi API serverda hozir o'zgarib bo'ldi degan gapmi? Anqara, Turkiyada o'zgarib bo'ldi. Endi qarang, siz bularning hammani bir-birlab qadam bosqichga bo'lib, uni nima qilib o'zingiz qildingiz, tushunarmi? Aytman murakkab bir bosqichlar bilan. Ya'ni amaliyot oson, lekin jiq vaqt ketadigan, jiq qadam bosqichlar bilan qiladigan bir nimalar bilan qildingiz. Ammo biz buni endi sal modellashtiraylik. Nima ish qilaylik deng, misol siz post nechang, post requestni birinchisini. Endi qarang, agarda misol biz bayatın mishada shu center request qilgan chaqda biz 160 degan sonni yozmadik-ku. Misol siz hozir mana Anqaraning keyiniga bir Anqara 1 deb yozib qo'ying misol. Okay. Endi yana qaytadan save qilib mana. Qana to'xtab turing, bosmay turing. Bayatın Anqaraninki ID'si nimati 162 deb tushunami? Ha, pastda. Mana. Aş 162 degan, okay. Endi men yana bir qatim rang qilib qo'ying endi. Ha, center request sayatan. Siz hozir yangidan yana birini quryapsiz hozir. Qarang. 167 dan. Ha. 167 bo'lib ketdi. Demak, bizdan boshqalarni API bilan qo'yibdi. Okay. Hozir ham 167 da bo'ldi ID adres, nima ID numeri. Okay. Mening demakchi o'g'lim. Demak, biz bu yerda mush center request necha qatim avassak, mush post qilgan vaqtida, demak, buning ID'si o'zgarib turib ketgan, shunami? Yangidan qurildi chunki bu yerda bir narsa. Yo'q narsa borliq keldi. Agarda qarang, bunda bir o'ylang. Agar siz mush qurgan vaqtida, agarda sizning qo'lingizdan ID nomerini agar bir yerdan evilish qo'lingizdan kelsa, 167 degan sonni ko'zingiz bilan ko'rib emas, ratal bir kod yozish orqali shu nomerni agar siz olib qo'yib qolsangiz, u chaqda qanaqa qilasiz? Get customer group by ID ni aytgan, shuni. Customer group by ID. Ha, shuna. Besam. Qarang, ustida qarang, siz 162 deb yozdingiz agar. Siz ashni, amalda siz 162 deb yozib qo'ymaymi? Beshida postdan qaysi post qilgan vaqtida qaysi ID bilan nima qilgan bo'lsa, ID'sini get qilman deb turib qila olsangiz agar. Ma'ning qaragan, hozirga qaragan xil hisob chiqdi shunami bu yoqda? Shu. Ha, okay. Unda esa qarang. Bizning qilgan ishimiz nima desangiz, post kirsiz birinchi qadamda. Postga. Ha. Lekin maqsadimizni tushundingiz shunami? Ha. Okay. Unda esa qarang, siz bu kod yozilgan ishlarni biz nega yozamiz? Birisiga prerequest deb turdi ustida. Bodyning o'ng tarafida. Prerequest yozamiz. Ya'ni shu request avatilishdan burun yozamiz. Ammo biz hozirda bu request avatmay turib bu yerga yozib qo'ysak kodni, unchalik nima qilmaydi. Ya'ni qurilmagan bir narsani, ya'ni tug'ilmagan bolaga ism qo'ygandek shulda ya'ni. Shunga biz bu prerequest qilmaymiz, testni ichiga yozamiz. Boshda request avatilish kerak, ondan keyin biz ID'ni bir yerdan qo'llab tepishimiz kerak. Okay. Miyada bir yerdan qilgan mutoz, abay. No, u yerni bosmaysiz. Ha, tamam. Miyaga qarang. Var deb yozing. Var. Ha, V A R. Aha, bo'shliq. Masalan, buningga nemiz. Misol JSON data adamsiz. Bir narsa qo'ysangiz ham. Bo'shliq tang. Anki miyaga JSONni cho'ng yozasiz. Enter. Check it. Parse desam. Ondan keyin bu yerga tirnoq aytcham. Ma'nosi chiqamdi. Response body deb yozasiz. 5 ni kichikdan boshlang, kichiklarib qo'ying.
response endi body'ning b'ni cho'ng yazasiz. Ha bo'ldi. Response body. Ananken nima? Semikolon qo'yib. Semikolon qo'yamdiq. 5 qo'ymamdiq. Ha, bir şey acımız da var. Semikolon. Alaqa chekitpash. Çekitleşme. Ha, tamam. Okay. Ben ayını bitirdim. Hamda biz hozir miyada hozir JSON data degan narsani nim qoldik. Hamda ikkinchi qadamda hamda biz setup qilamiz-ku bular. Men yodlanib o'tgan narsani setup qilamiz. PM deb yozamiz shuni. PM environment. PM design. Enter. Check PM. Check it environment. Çekit. Aha, tamam. Environment. And again check it. Set. Hadi qarang. Nim qatimiz hozir. PM tordan bayatın bir qatım aqtuduq. Men PM-dan yakın siz bayatın P-ni besmoqchi postman deb chiqyapti. Postman bilan PM-ning ozroq farqi bor. Ekan, uni men nim qilmadim, ism tutamdim. Lekin torda o'zingiz tekshirib boqsangiz PM bilan postmanning nim farqi bor debchi. PM bilan postmandan. Ikkisi shu postmanniki bir buyruqlar hisobda. Tushundingizmi? Uni o'zingiz boqsangiz bo'ladi. Okay. Set qilgandan keyin undan shunga miyaga tirnoq yechib hamda birinchi narsa string ga. Okay, string is double quotation yozasiz. Ne string deb yozmaysiz. Nima double quotation yozmaysiz. Tamam. Bunga to'xtam. Nima? Bira biz çok qarang maqsadimiz ya string emas. String deb yozmaysiz. Bir tal string. Bir narsa. Misal ID numeri deb yozib qo'ying misal. Yoki number deb yozib qo'ysangiz mayli, nim deb yozsangiz mayli. Tamam. ID number. Okay. Tamam boşluk. Endi pash boşluk deyman. Pash. Endi qarang. Birinchi qurdagi warning keyingi JSON data degan narsa bir variable dan qarang. Bu demiş qiziq tutsangiz hisobda boshqa bir chek basangiz bo'di. Qarang. Response body degan narsani birinchi qurdagi response bodyni uning ichidagi narsa bir JSON formatdan. JSONni parse qilib, nima qilib shuni var deb JSON data degan bir dataning bir hamda uning ichidagi narsa string qo'yman. Bir uchur va xat va narsani nimasiga tanqib oldik variable'ga. Endi shu variable'ning ichida qarang, eng asosiy qurlar qarasangiz, asosiy qurda 167 degan narsa bor. 167 ning oldida ID deb narsa bor. Dal mishalga mush ID hamda hozir shu response body'ning ichidagi narsa. Shu body deb turdik shu. Ekan demak biz bu response body'ni olib JSON dataga tanqib oldik. JSON dataga berdik. Endi pashning keyiniga siz JSON data check it ID deb yozamdi. Yozing ID deb yozing. Okay. Endi keyini semikolon qo'yasiz bu. Endi ID number degani ko'chiradigan. ID number deganga hozir men 167 degan berildi da. Saqlanib qoldi. Endi qarang, men ko'chirib oldingiz. Get customer by ID degani besan. Get customer group by ID mi? Aşağı. 162 o'rniga. Ustidagi Niyadiki? Aşağı uchirib. Mani qo'yamdim. No, uchirib başta. Tamam. Tırnak açan qanday tırnaqni. Yana bir necha. Endi bayatını chaplang. Tırnaqlarni yapaman. Bo'ldi. Okay. Save qo'ydim. Bu sen mushu slashning keyin. Men albaytini save qilmadim nima? Mani. Okay. Get customer by ID ning ishini qayta aytang. Aning keyinligini kopya qo'ying. Anasini. Mana.
Okay. Endi o update degandan keyinigimi? Update kimi? Pastda. Pastda. Update customer group by ID degan-chu. Men sol tarafdakini deyman. Nerede update deppa? Put. Put. 160 Niyagi moshni qilmadim. Chaplan. Men save qildim. Ani pastdagiligini qiling. Endi bu get all customers group degani o'chirdim. Buning uchun bizga sonimiz yo'q. Hozircha yani. Ma'noga nisbatan. Okay, endi siz bismillah deb bir ma'nosi yo'q endi. Customer group controller yani controller degani bilsam. Ustidagi. Mana shuni o'ng kun nima o'ng tarafdagi uch talchiqni bilsam. Run folder qilaman. İnşallah. Anaki bu select file'ning ostidagi nimani besitang checkboxni. Select file. Pastda. Pastda. Ha, mana. Aşağı besitang. Salayan past tushsangiz. Okay. Ani bassangiz bu. Okay. Endi qarang. Bu yerda notice font deydi, yana bir narsa deydi. Notice font deb chiqdi hamizda. Lekin hamiz okay deb chiqdi, lekin hamiz o'tdi hozir. Ma'nodan, tamam, bu to'g'ri. Hamiz 200 ekan. Bularning sababi nima desangiz, postning har birisini shu ustida mashab birinchisida mashab kiring. Faqatlam postnikiga, putnikiga ham 204 post bo'ldi. Mas sol tarafdagi post degandan kiring deyman. Sol tarafdagi post. Yerdan kiring. Yerdan kirsangiz, ikkinchi qo'lning kaniga enterdan birini besib. ikkinchi qurma yoki miyam. Ha, testna. O'sha. Endi mana sol tarafdagi narsani sal pastga sirib qilsangiz, o'ng tarafdagi narsani. Ma'lum. Ashana. Status code 200 degan bir narsa bor. Ha shu. Mesela. Okay, mana shu 3-qurlarni, shu 5-qurni bir xil kopiya qo'ying. Ha bo'ldi. Get qilib kiring. Save qildim. Test. Chapman. Bunu save qildim. Uchinchisiga. Buningmi test. Miya kirma. Ama mana 200 qo'ydim. To'xtam. 200 aylantirdim mana. Chunki buningda 200 deb chiqadi. Stringdagi xatni o'zgartirsangiz ham yaxshi bo'ladi endi. Qaysi xatni? Status code is 200 deb turdi. Ha, mana. Ashni. Naq qo'ysangiz yaxshi. Okay, ana past ketni o'zgartirdim. Okay, save qo'ydim. Endi yana qaytadan bir qadam bilan qilaman endi. Bayatdan qadar. Hamiz past oluyor. Endi past oluyor. Lekin tushundingizmi aminasini? Tushundim. 100% yani. Yo'q, 100% endi asqa sondirsam bo'ldi-da, tabii. Albatta. Lekin qarang, nima ish qilmoqchi bo'lganligimizni, nima ish qilganligimizni tushundim hozir. Ma ID başdagi ID deganga kod yozmay turib boshda qilganlarimizni, keyindan anda kod yozib turib qilganlarimizni degandek ma'lum. Biz kodni faqat nimaga yozdik shunami? ID ni deyishdilar. Postlam yozamiz. Amcan. Ha? Şu at customer group'ning hozir şu to'g'ri yuzidagi PM environment'ga chiqqan JSON datani ichidagi ID number'iga yozib olganimiz, biz o'rgangan declaration, initialization degani shu. Ha, shunaqasi. Assignment. Muvaffaqiyatli nima JavaScript bilan bu hamda. Ashunaq bir xil shaklga Xarakteri deyman-ku. Ha, shu lekin shu dalashnas shu to'g'ri shu. O JSON data.id deki ID delma 167'nin altındaki double quotation aşağıdaki xatta. Ha, shu to'g'ri. Dal aşağı ID, pastdagi ID shu.
ikinci kurduk ID şu. Ha. ID number degan o biz özümüz yazıp alganlar bir xat hem hesapta. Eğer de başka type'lara ihtiyacımız olsa JSON.customer group code dep aşıl ne böyle malsak mı oldu yani işte ama. Ha. To'g'ri, to'g'ri. Miyani o'zgartibdi ha? Misol Primary key'den yok ama. To'g'ri şu. Lekin biz misol hozir ham misol Swagger dokumentning nimasida faqat shu ID bilan izlab topa olganimiz uchun shu. Faqat shu IDni qoldiqda shu. Agar misol agar sizlar degan olsak desam to'g'ri. Agarda misol izlab topa olgan misol bir ismga sizlar izlab topa oladigan yoki ma'lum bir deymiz boshqacharoq bir narsaga asosan izlab topa oladigan bo'lsa biz ochadi IDni o'zgartirib olsak bo'ladi, to'g'rimi? Chekitning keyiniga boshqa bir narsani qilib, yozib, ashuni saqlab ol deb turib qilsak. Unique bo'lgan shu IDdan topayli dedikda, ma'ni qilsak shu o'xshamaydigan, o'xshash ismlar chiqib qoldi debmi? Ham umba qarang, lekin sizni Swagger dokumentga chiqing. Swagger dokumentda qarang aynan. 3-4-si. Customer group by ID. ID deb yoziqlikka mushtaq qilanlar deb tushun. Faqat ID'siga sal topalaymiz uni. Boshqa narsadan topamaymiz yani. Shu sababdan. Yani u Swagger dokumentni ki nimasini tuzganda shu dala shu ID'siga salam yozib qo'ygan ekan shu. Başka parametrni qilsak tanimaydi unda olgandirasiz. Ha shu. Yani yozilmaganda chunki ular. To'g'ri. Agar yozilgan bo'lsa-chi o chaqda. Mana unda product'im ID deb turib. Buni mashta o'xshash usuldan qilamiz da saqib qolsam. Ha shu. Anca hazır bizden manual test nasıl bu şekilde mi ilk basak bulamda şu tekşirlik aş nimde postmende. To'g'ri. Bırak bir nas yazmıcı bir nas yazmasak mı buldu diye nağam dese. Boshqa grupniklarning hech qaysi ishni yozmaga o'xshaydi. Bunaq bayaqna Jira qarsak ishni yozmabdi, to'g'ri durust. Biz ham qanamsin ishimizni database yozib qo'ydik ancha test case'larni. Ha to'g'ri. Ma API uchun yozamdik yoki yozmamdik? Menimcha lekin çok qaranglar yozib baqsanglarmi yaxshilamkin emas. Yozib baqsanglar ishimiz misol birsimiz bir xil yozamiz, yana bir xil yozamiz, oxirida ishimiz misol review qilganda yani yoki misol o'zimizning oramizda kimning hammadan yozganning muvofiqroqligini biz o'zimiz o'ylashib qilsakmi, u yaxshi-da hamda. Balkim ya u jarayonni balkim to'g'ridan ko'rishimiz mumkin, misol API'ning manual test case qanday yozildi deb izlab baqsak, texnik perfect bir yo'l chiqib qolsa, shuni o'ylamasak o'zimiz foydasi bor-da. Yezib baqsak yaxshi bo'ladi, chunki test case yezishninki 3 xil usuli bor ekan. Birisi step by step, odat biz ishlatadigan, u UI u bularni qilgani bekroq mos keldi ekan. Yana birisiga plain text. Shu plain text. Roma yozgandeklar ne yozganimiz ekan, shuni yozsak bo'ldi ekan uni ichiga. Step bundan. Aşağıya hiç bakaya. Step by step sistem başqını yezib baxmadık da biroq. Gherkin language var. Gherkin language ma API bo'ldigan joyga qarasa o'ylasam. Qaysi erkin ekan, Gherkinninki erkinni yozamkan? Plain text ang erkin ham deydi. Ma erkin, xalqimizni yozganmiz. Madiyası yaşak bulurken bulamda nima bu API'ni? Bu şekilde. Bak database'in hemmisini yazmadık alımcan biz. Ben mesela 6'ını yazıp ulgurdum hazır. Qanday qilmishda yetarlik bulamdi ya database mi? Ha. Ya hazır yetarlik albatta. Çünkü 6 yetarlik ha. Hemiz qanday yazmabdi. Baribir unisi lekinchi ma'lumotga tunagan bizga men meeting qanda miyag yezib qo'y. Miyag yetar kodmi. Miyada ma grupga avatib qo'ydim-ku miyada. Ha. Malani. Hani o. Hlaqa o'rinni dasa table'niki o'rindan. Ha, table'dagi o'rinlarni avatib qo'ydik. Hammadan muhim shular hamda. Ha shu. Bilib olsaqlam. Hozir hammasi takror bo'ldi ekan-ku, qarsam hammasi o'xshash bir xil. To'g'ri. Shu 6 yetar. Automate qilsak shu, automate qilsak shu narsalarni ishlatamiz degan gap shu. Taskammaydi yana automate qilish hamda. Aha. Qizda ketmaymiz. Xudoyim inshaalloh.
Nasıl ben bana rekord toxtatay sonra. Pek uzrak. Bo'ldi.